O'sha kunlarga la'nat bo'lsin ekan. Tibbiyotga ishonch dorixonalardan boshlanadi sarlavhali maqolada. Yana obodonlashtirish borasidagi ishlarga ham bir to'xtalib o'tsak. 1-oktyabr holatiga 12 milliard 653 million so'mni tashkil etyapti. Qasddan aynan o'rmonzor quritilganligi qayd etilmoqda. Ularning qanchasi ko'karadi ekan? Mana shunday bir-biridan qiziqarli maqolalar o'rin olgan. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda 100% ko'rsatuvining navbatdagi soni. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida Yangi Sirdaryo gazetasining 41-sonida chop etilgan maqolalar xususida so'z yuritamiz. Ana shu maqsadda studiyamizga Yangi Sirdaryo hamda Novaya Sirdaryo gazetalarining bosh muharriri Bahrom aka Boymurodovni hamda Sirdaryo viloyat toza hudud davlat muassasasi direktori o'rinbosari Kamoliddin aka Sulaymonovni, shuningdek Sirdaryo davlat o'rmon xo'jaligi muhandisi Oxunjon aka Baydullayevlarni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, suhbatimiz avvalida Yangi Sirdaryo gazetasidan o'rin olgan maqolalarning qisqacha tavsifi bilan teletomoshabinlarimizni tanishtirib o'tsak, marhamat. Yangi Sirdaryo gazetasining 20-oktyabrdagi 41-sonida bir-biridan qiziqarli bo'lgan va ko'proq imkon darajasida turli xil sohalarni qamrab olishga harakat qilganmiz va bulardan qishloq xo'jaligiga oid bo'lgan Shinjon usuli serhosillik garovi sarlavhali maqolada bugungi kunda mana shu Xitoy uslubida ekilgan paxtalar va undan 60-70 va undan ham yuqori sentnerda hosil olish va bu hosildorlikka erishish usullari xususida gap boradi. Bundan tashqari bugungi kunda ko'pgina chet davlatlar bilan iqtisodiy hamda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish nuqtai nazaridan olib borilayotgan hamkorlik aloqalari bugungi kunda Sirdaryo Orenburg hamkorligining yangi bosqichida ham ko'rishimiz mumkin. Bunda xususan viloyatimiz hokimi o'rinbosari Shohruh Isoqulovning Orenburgga borib kelgan hamkorlik va bir qancha hamkorlik aloqalari nuqtai nazaridan shartnomalar imzolanganligi xususida ham maqolamiz e'lon qilingan. Bundan tashqari bevosita bugungi kunda barcha fuqarolarimiz uchun qiziq bo'lgan tibbiyotga ishonch dorixonalardan boshlanadi sarlavhali maqolada. Bugungi kunda viloyatimizda mavjud dorixonalar va ularning qanchasi xususiy dorixonalardan iborat va qanchasi ijtimoiy dorixonalardan iborat bo'lib va bular bugungi kunda tuman shaharlarimiz kesimida qancha aholiga to'g'ri keladi. Va bu yerda eng bitta og'riqli jihatini aytib ketishim kerakki, xususan birgina Sardoba tumanida 71.800 nafar aholiga atiga 10 tagina dorixona faoliyat yurityapti va 7.000 dan ortiq kishiga bitta dorixona to'g'ri kelishi va ularning ham deylik qanchasi ijtimoiy dorixona, qanchasi xususiy dorixona va bu aholi manzilgohlaridan yoki bo'lmasam yashash joyidan uzoqligi bilan ham aholining muammolariga yoki bo'lmasam qiyinchilikka uchrashiga sabab bo'lyapti. O'z navbatida bugungi kunda mana bu prezidentimizning tashabbusi bilan boshlangan Yashil makon loyihasi doirasida va bunga bevosita bog'liq bo'lgan viloyatimizning o'rmonzorlari xususida o'rmonzor suvgazor sarlavhali maqola e'lon qilingan va bu maqolada viloyatimizda mavjud o'rmonzorlar va ularning bugungi kunda ahvoli tilga olinadi. Va xabaringiz borki, joriy yilda kasaba uyushmalarining 120 yillik yubiley kuni nishonlanadi, sanasi nishonlanadi va bu xususda Dilnavoz Saidovaning inson qadrini ulug'lash islohotlarining bosh maqsadi sarlavhali maqolada prezidentimizning bevosita kasaba uyushmasi xodimlari bilan o'tkazgan uchrashuvdagi olgan taassurotlar bayoni yoritilgan. O'z navbatida mana 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni munosabati bilan Marjona Hayitboyevaning millatchilik ustunmi yoki millatparvarlik maqolasi, Muhammad Ali Ahmadning o'zbeki so'zning toti sarlavhali To'ra Sulaymon ijodiga bag'ishlangan mana shu o'zbekona uslubdagi o'zbek tilimizga asoslangan va bizning tilimizni naqadar boyligi xususidagi fikr mulohazalar ushbu maqolada aks etgan. Yoki yana Muhammad Ali Ahmadning noningni yo'qotsang yo'qot, nomingni yo'qotma sarlavhali maqolasida ham
mana shu o'zbek tiliga bo'lgan va unga odamlarimizga e'tibori xususida fikr mulohazalar bayon etilgan. Shahardagi Fusunkor Gulzor sarlavhali maqolada Xurshida Nishonova tomonidan bugungi kunda viloyatimizdagi eng katta bo'lgan Shirin shahridagi salkam 1 kilometrlik Aturgullar maydoni haqida xususida so'z boradi. Guliston tumanida 5-maktabning 9-sinfida o'qiydigan Elshod Farhod o'g'lining o'ziga xos bo'lgan Cho'pon ona tilim sarlavhali she'rlari Buloq ko'z ochdi sarlavhasida e'lon qilingan. Bugungi kunda mana oldimizda qish mavsumi eshik qoqib turibdi. Shu sababdan tashkilotlar, korxonalar qish mavsumiga qanday tayyorgarlik ko'ryapti deyish nuqtai nazardan viloyatimizda mavjud bo'lgan Guliston davlat universiteti hamda Guliston davlat pedagogika institutining kuz-qish mavsumiga tayyorgarligi o'rganilgan. Buni Diyora Ismoilovaning maqolasida ko'rishimiz mumkin. Va 2026-yilda mamlakatimiz rivoji uchun muhim qadam sarlavhali maqolada viloyat statistika boshqarmasi boshlig'i Elmurodovning maqolasi berilgan. Bunda aholi sonini yuritish va uning davlat taraqqiyoti uchun muhimligi va ahamiyati xususida so'z boradi. O'z navbatida gazetamiz ushbu sonida tadqiqotlarda tarix va kelajak mavzulari sarlavhasi ostida bugungi kunda viloyatimiz oliy o'quv yurtlarida faoliyat yuritayotgan olimlarimizni, ayniqsa yosh olimlarimizni xalqimizga tanishtirish nuqtai nazaridan Sevinch G'aniyevaning maqolasi e'lon qilingan. Bunda Guliston davlat universiteti tarix fanlari doktori Qahramon Almanov hamda Guliston davlat pedagogika institutining dotsenti, kafedra mudiri Nuriddin Saidqulov faoliyatiga chizgilar berilgan. Bulardan tashqari viloyatimiz va respublikamizda jahon arenalarida yutuqlarni qo'lga kiritgan sportchilarimiz haqida ham qisqa ma'lumotlar bayon etilgan. Albatta, Bahrom aka, so'nggi vaqtlarda Yangi Sirdaryo gazetasining oxirgi sonlari juda ham bir-biridan qiziqarli maqolalarga to'lib toshmoqda. E'tibor qaratadigan bo'lsak, nafaqat obunachilar soni oshyapti, balki buning ichidagi ma'naviy mazmuni ham juda ham boyib bormoqda. Endi shu o'rinda ichidagi maqolalarni qisqacha bir mazmuniga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, joriy yilning 15-oktyabridan boshlab mamlakatimizda muhtaram yurtboshimiz topshirig'iga binoan umumxalq tozalik oyligi e'lon qilindi. Ushbu oylik doirasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan ko'rsatuvimizni davom ettirsak, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Avvalambor bir narsani aytib o'tishim kerakki, muhtaram prezidentimizni yaqinda bo'lib o'tgan yig'ilishlarida 15-oktyabrdan boshlab respublikaning barcha hududlarida umumxalq tozalik oyligi deb e'lon qilindi. Bu tozalik oyligi nafaqat viloyatimizda, balki barcha respublikamiz bo'yicha ham qizg'in ishlar olib borilmoqda. O'zimizning viloyatimizga taalluqli bo'lgan ishlar haqida qisqacha to'xtalib o'tsam, shu 15-oktyabrdan boshlab turib toza hudud, chiqindilarni boshqarish boshqarmasi va toza hudud poligonlar direksiyasi korxonalari tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jami 15-oktyabrdan har kuni bizda 80-90 talab maxsus chiqindi tashish texnikalari jalb qilingan bo'lib turib, butun viloyatimiz bo'yicha shu chiqindilarni olib chiqib ketish ishlarini amalga oshirilmoqda. Joriy yilni boyagi tozalik oyi boshlangandan beri 31 bunday hisoblaganda 31 gektardan ortiqroq chiqindi maydonlari tozalandi. Bunda viloyatimizdan boyagi chiqindi poligonlariga 560 tonnadan ortiqroq chiqindilar olib chiqib ketilib, joylashtirildi. Bundan tashqari 73 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida to'liq grafik asosida ishlar, tozalik ishlari olib borilayotgan bo'lib, bu mahallalarimizdan 150-170 tonnadan oshiq qattiq maishiy chiqindi olib chiqilib tozalanishiga erishildi. Bundan tashqari bu tadbir davom etmoqda.
viloyat prokuraturani rahbarligi ostida ekologiya boshqarmasi, chiqindilar boshqarmasi va viloyat toza hudud davlat muassasasi tomonidan bu ishlar qizg'in olib borilmoqda va tozalik oyligi davomida to'liq viloyatimizdan chiqindilarni maksimal darajada olib chiqib, shu viloyatimizning ozodaligi, ya'ni tozaligiga hissamizni qo'shamiz deb hisoblayman. Kamoliddin aka, Sirdaryoga bugun yangi nafas, yangi ruh kirdi desak mubolag'a emas. Davlatimiz rahbarining 6-martadagi PQ 93-sonli qaroriga ko'ra Sirdaryo viloyatini nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, balki infratuzilmasini yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratilgan. E'tibor bersangiz, Guliston shahrining o'zida juda ham ko'plab qurilish, ta'mirlash ishlari ketmoqda. Tabiiyki, ushbu qurilish ishlarida chiqindilar chiqishi tabiiy hol. Ushbu chiqindilarni olib chiqish bo'yicha qanaqangi ishlar amalga oshirilmoqda? Toza shaharni ko'rkiga ko'rk, tozaligini yana obodonlashtirish borasidagi ishlarga ham bir to'xtalib o'tsak. Rahmat, bu savol o'rinli bo'ldi. Avvalambor boyagi yuqorida qayd etib o'tilgan qaror asosida prezidentimizning farmoni boshqa butun viloyatimiz bo'yicha qurilishlar olib borilyapti. Ozodalik saqlash bo'yicha boshqasi hammasida viloyat toza hudud davlat muassasasida jami 114 ta texnika, maxsus chiqindi tashish texnikasi mavjud bo'lib turib, bir narsasini aytib o'tishim kerak. Bu 14-15 yillardan, ya'ni texnik jihatdan juda eskirganlari mavjud bo'lib turib, bir narsani rahmatimizni aytishimiz mumkin. Hamma e'tibor shu ozodalik va toza hudud davlat muassasasini iqtisodiy tomondan ko'tarish maqsadida viloyat hokimimizga rahmat tashabbuslari bilan boyagi 26 ta, 27 ta eski 14-15 yildagi eski texnika, manan eskirgan texnikalarga mahalliy byudjetdan 2 milliard pul mablag' ajratib berildi. Bu mablag'larni endi boyagi nosoz texnikalarga sozlashini ta'minlashga qaratilgan bo'lib turib, bu ishlar boshlandi va meni o'ylashimcha bu texnikalar chiqqan holda mana yaqin o'rtada chiqib qoladi. Qancha ko'p texnikamiz bo'lsa, shuncha viloyatimiz toza ozodaligini saqlab qolgan bo'lamiz. Bundan tashqari barcha tuman shahar hokimliklari, ayniqsa viloyat prokurorimizni boshchiligida bu ozodalik oyligida juda qattiq ham nazorat, ham tashabbus, ham yordam berishyapti. Bu kecha kunduz X smenali ish tashkil qilganmiz. Bu X smenali ish tashkil qilishimizda juda ko'plab boyagi qoldi chiqindi boshqalar hammasi olib chiqib ketilishi ta'minlanyapti. Bundan tashqari yana bitta yangilikni aytishimiz kerak. Yil boshiga 5 ta 7 kublik maxsus chiqindi tashish texnikalar olib kelib turib lizing asosida olingan edi. Bular xizmat qilyapti. Bundan tashqari yana kecha o'tgan haftaning o'zida yana respublikadan shuni olib kelindi. Yana 5 ta 7 kublik maxsus chiqindi tashish texnikasi. Bu texnikalar yangi olib kelinishi yanada aholimizni qamrov darajasini ham ko'tarib, o'sha xalqimizga beminnat xizmat qilishga olib keladi. Yana bir narsani qisqa qilib o'tmoqchiman. 2 yildan buyon mana qattiq maishiy chiqindi bo'yicha aholiga har bir jon boshiga 4480 so'm deb viloyat kengashining qarori chiqqan edi 23-yanvarda. Kecha 2025-yil 9-oktyabrdagi Xalq deputatlari Sirdaryo viloyat kengashining tegishli qaroriga asosan tarif stavkalari boyaga chiqindini olib chiqib ketish bo'yicha tarif stavkalari ko'tarildi. Bu avvaldagi aholi uchun 4400 aholi jon boshiga 4480 so'm bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 1-noyabrdan boshlab 6128 so'm qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblagan holda bo'ladi. Yuridik shaxslarga avval 81 ming so'm bo'lsa, hozir bu keyingisi 106600 so'm bo'ldi. Yana bitta aholilarga boyagi suyuq maishiy chiqindi deyilardi. 46 ming so'm edi, 44480 so'm qo'shilgan qiymat solig'i bilan. Hozir qo'shilgan qiymat solig'i bilan 62346 so'm deb belgilandi. Buni asosiysi bu davlat toza hudud davlat muassasasi
xo'jalik hisobida bo'lganligi sababli bu narxni oshirilishi hisobiga birinchidan aholimizga, xalqimizga va xo'jalik yurituvchi subyektlarimizga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida moddiy texnika bazamizni yaxshilaymiz. Bundan tashqari yaqinda prezidentimizni o'tgan yanvardagi PF5 149-sonli farmonlarida aholimizga yetkazib qo'ymoqchiman. Qattiq maishiy chiqindini elektr energiyasi bilan integratsiya qilib, elektron tizimda boyagi qarz, agar qattiq maishiy chiqindidan qarzdorligi bo'lsa, elektr energiyaga to'lovni amalga oshirib bo'lmaydi degan bo'yicha qancha gap bo'layapti. Mana shu yakuniga yetdi, chunki juda murakkab toza makon bazamizga elektr energiya bilan ulanayotganligi sababli mana yakuniga yetyapti. Biz aholimilarimizdan, butun viloyatimizning aholisiga ham iltimos, ham shuni aytib qolardimki, qattiq maishiy chiqindidan qarzdorliklaringizni to'lab qo'yishlaringizni so'rab qolardim. Chunki yaqinda ulanishni boshlaydi elektr energiyaga. Agar aholini boyaga qattiq maishiy chiqindidan qarzdorligi bo'lsa, elektr energiyaga to'lovni amalga oshirib bo'lmay qoladi. Bu tizim ishga tushyapti. Shu qarzdorlik masalasiga to'xtasak, bugungi kunda viloyatimizning qarzdorligi qanchani tashkil etmoqda? Bugungi kunga 1-oktyabr holatiga 12 milliard 653 million so'mni tashkil etyapti. Viloyat prokuraturasining tashabbuslari bilan shu dolzarb bir oylik mobaynida shu barcha tashkilot, korxona, aholilar hamda toza hududda barcha xodimlari tomonidan bu debitorlik qarzdorligini aholidan yig'ib olish bo'yicha to'liq tashviqot, targ'ibot ishlari olib borilyapti. Bundan tashqari mahalla fuqarolar yig'inlarida targ'ibot ishlari ham olib borilib, shu debitorlikda qarzdorlikni undirish bo'yicha barchamiz shu bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Lekin bu kamaydi. Mana ularga aytiladigan bo'lsak, boyagi 15-oktyabrdan bir oylik boyagi tozalik oyligi, umumxalq tozalik oyligi davomida boyagi qarzdorlikni ham undirish ishlari olib borilyapti. Mana shu kunning ichida 406 million so'm maishiy chiqindidan qarzdorligi undirilishi ta'minlandi. Bu ishlar boyagi dolzarb umumxalq tozalik oyligi davomida keskin qisqartirish ishlari olib borilyapti. Bahromga qo'shimcha bo'lsa. Albatta qo'shimcha bor. Men bu yerda bitta narsani qo'shimcha qilmoqchimanki, mana shu dolzarb tozalik oyligida xalqimiz birinchi navbatda mana shu chiqindidan qarzdorliklarini yoki bo'lmasa uning to'lovlarini o'z vaqtida qilib qo'yishi o'sha xalqimizning, vatanimizning tozaligiga bo'lgan qo'shgan hissasi bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bevosita har bitta oila o'zini hovli joyini toza tutadigan bo'lsa, demak bu bilan xonadon obod bo'ladi. Xonadonlar obod bo'lsa, mahallamiz obod bo'ladi. Mahalla obod bo'lsa, demak tuman shaharlarimiz obod bo'ladiki, bu o'z-o'zidan yurtimizni toza, ozoda hamda shu bilan bir qatorda barakali bo'lishiga menimcha hissa qo'shadi. Va yana bitta narsani ta'kidlashim kerak. Mana shu ayniqsa bu xususiy tadbirkorlarimizga, choyxona yoki bo'lmasam oshxona egalariga yoki bo'lmasam do'kondorlarimizga tegishli bo'lgan, ular o'zlarini hududlariga tegishli bo'lgan maydonlarni ham mana shu chiqindilardan xoli hududga aylantirishda jonbozlik ko'rsatsa va boshqalarga o'rnak bo'lsa, menimcha yaxshi samara berardi. Albatta. Marhamat. Yana bir narsani qo'shimcha qilib o'tmoqchi edim, Bahrom akaga. Viloyatimizda boyagi chiqindilar boshqarmasi va toza hudud davlat muassasasi tomonidan hamkorlikda yana qo'shimcha 82 ta video kuzatuv kameralari olindi va shahrimiz, tuman shaharlarimizga barchasiga o'rnatildi. Bu video kuzatuv kameralari Ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya va ekologiya boshqarmasining tizimiga ulanib qo'yilgan. Agar noqonuniy chiqindixona, chiqindilarni aholimiz tomonidan yoki o'rnatilgan joyda avtomobillardan tashlanadigan bo'lsa, bu fiktivitsiya qilinib,
to'liqdan to'g'ri ma'muriy jarimaga tortilish boshlandi. Mana shuni aytib qo'ymoqchi edimki, aholimizdan boshqalardan shu chiqindini noqonuniy joyga tashlamasdan belgilangan joylarga tashlashlaringni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Chunki video kuzatuv kameralari orqali bu jarima tortilishi boshlandi. O'rmonzor, suvgazor, Sirdaryo o'rmonlari tabiiy usulda sug'oriladi. Boisi ular faqatgina qor va yomg'ir yoqqandagina suv ichadi. Yangi Sirdaryo gazetasining navbatdagi maqolasida ushbu mavzuga alohida to'xtalilgan. Bu og'riqli nuqtalarimizdan biri hisoblanadi. Qilingan ishlar natijasida avval 165 gektar o'rmonzorlar tashkil etilgan bo'lsa, 253 gektari mana bugungi kunga yetkazildi. Boyovut, Xovos, Sirdaryo, Sayxunobod tumanlari va Yangiyer shahri hududlarida o'rmonzorlar mavjud. Birgina M34 yo'lida Yangiyer, Xovos hududida 22,5 gektardan ortiq o'rmonzor 2024-yil may oyigacha Yangiyer shahar hokimligi qaramog'ida bo'lgan. U yerda suvsiz qaqrab, qaqshab turgan daraxtlarning aytishicha, o'sha kunlarga la'nat bo'lsin ekan. Keyingi yillarda u yerda mavjud bo'lgan daraxtlarning 90% qurib qoldi yoki qasddan kesildi, sotildi, uylarni isitish uchun ishlatildi. Bugungi mavzumiz og'riqli. Bahrom aka, keling shu xususida bir so'z yuritsak, aynan nima sababdan ushbu o'rmonzorlarimiz qurib, qaqshab bormoqda? Marhamat. Ushbu Yangiyer Toshkent Dushanbe avtomagistral yo'lining Yangiyer hududidan o'tgan qismida 22,5 gektar maydonda o'rmonzor Yangiyer shahar hokimligi hisobida bo'lgan. 2024-yilning 28-may viloyat hokimimizning 170 sonli qaroriga ko'ra ushbu o'rmonzor Sirdaryo davlat o'rmon xo'jaligi hisobiga o'tkazib berilgan. Ushbu o'rmonzorda Sirdaryo davlat o'rmon xo'jaligi xodimlari o'rganishlar ishlari olib borilganda ushbu o'rmonzor qarovsiz holatda yotganligi, suv ta'minotidan butunlay uzilib qolganligi aniqlangan. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida Sirdaryo davlat o'rmon xo'jaligi ushbu hududda bir dona tik quduqlar qazilib, bir marta to'liq sug'orish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari ushbu hududda sanitar tozalash ishlari ham amalga oshirilgan. Bundan tashqari ushbu hududda kelajakda 25 gektar maydonda tabiiy o'rmonzorlarni tiklash bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Bu masalada ushbu hududda suv yo'lini, ya'ni suv ta'minotini doimiy ravishda tashkil etish maqsadida janubiy Yangiyer hududida o'tgan Janubiy Mirzacho'l kanalidan 3 kilometr masofada suv quvuri tortib kelish masalasi yuzasidan tegishli tashkilotlarga takliflar kiritilgan. Ushbu hududda suv ta'minoti tashkil etilgandan so'ng 25 gektar maydonda tabiiy o'rmonzorlar tiklashdan tashqari 5 gektar maydonda ko'chatchilikka ixtisoslashtirilgan ko'chatxonalar barpo qilish rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari Sirdaryo davlat o'rmon xo'jaligi tomonidan 2025-yilda o'rmon bilan qoplanganlik darajasini oshirish maqsadida 65 gektar maydonda o'rmonzorlar barpo qilish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda 37 gektar maydonda o'rmonzorlar barpo etilgan. 2024-yilda xo'jalik tomonidan G'alaba, Shirin, Malik va Guliston bo'limlarida ko'chatxonalar maydoni 17 gektarga yetkazilib, ushbu ko'chatxonalar maydonini 33 gektarga yetkazish ishlari amalga oshirilmoqda shu yil hisobiga. Ushbu ko'chatxonalarda 2024-yilda 1,755,000 dona ko'chatlar yetishtirilgan bo'lsa, 2025-yilda ushbu ko'rsatkichni 4 milliondan oshirish maqsadida hozirgi kunda 2,5 millionga yaqin ko'chatlar parvarishlanmoqda. Bu bilan cheklanib qolmasdan viloyatimiz ko'chatxona maydonlarida ko'chatlarning xo'jalik tomonidan ko'chat zaxiralarini yaratish maqsadida 2024-yilda 3 tonnaga yaqin mevali va manzarali ko'chatlar urug'lari tayyorlangan bo'lsa, 2024-25-yilda 4 tonnaga yetkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda 3,1 tonna urug'lar yetishtirilib, ko'chatxonalarda parvarishlanmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu ko'chatlarni yetishtirish uchun qancha mablag' sarflanyapti? Ko'chatchilik viloyatimizning asosan terak, katalpa, qayrag'och kabi ko'chatlar viloyatimizning tuproq iqlim sharoitiga mos hisoblanadi. Ushbu ko'chatlarni yetishtirish uchun ko'p mablag'lar talab etilmaydi. O'zimizda urug' balansimizda, urug' zaxiramizni yaratgan holatda niholxonalar tashkillashtirilib, o'sha niholxonalardan ko'chatxonalarga ko'chatlar o'tkazib yetishtirilmoqda. Davlatimiz rahbari yashil makon deb kuyinayotgan bir paytda tayyor o'rmonzorni mana shunday quritib yoki o'tinxona holatiga keltirishimizga endi sabab nimada bo'lmoqda? Bu yerda hozir maqolada yozilishicha qasddan aynan o'rmonzor quritilganligi qayd etilmoqda.
Aynan o'rganishlar davomida qanday holatlar aniqlanmoqda mana shunday? Bizning Sirdaryo davlat o'rmon xo'jaligi hisobiga ushbu o'rmonzor o'tkazilgandan so'ng o'rganishlar olib borildi. Ushbu o'rmonzor qarovsiz holatda qolganligi, suv ta'minotidan butunlay uzilib qolganligi aniqlandi. Keyin bu muammolarni hal qilish maqsadida zudlik bilan tezkor chora-tadbirlar amalga oshirilib, sanitar toza ishlari amalga oshirilib, bir marta sug'orish ishlari amalga oshirildi. Oxunjon aka, bir marta sug'orish ishlari yetarli deb o'ylaysizmi? Yetarli emas. Suv yo'lini muntazam ravishda ochish maqsadida Janubiy Mirzacho'l kanalidan 3 kilometr masofada suv quvuri tortib kelish masalasi yuzasidan tegishli tashkilotlarga takliflar berilgan. Qancha vaqt mobaynida endi o'sha ekilgan nihollarimiz unib o'sib shu holatga kelib, mana shunday o'rmonzor paydo bo'ladi deb o'ylaysiz? Muntazam sug'orish ishlari amalga oshirilib tursa, 2 yil muddatda o'sha o'rmonzor tabiiy ravishda o'zi tiklanadi. Agar uni suv ta'minoti yaxshi bo'lsa, tiklanadi. Bahrom aka, mavzuga siz yaqinroq kirgansiz. Marhamat, o'zingizning tahlillaringiz, fikrlaringiz bo'lsa bildirishingiz mumkin. Endi albatta viloyatimizdagi o'rmonzorlarning bunday holatga kelib qolishi faqatgina Sirdaryo davlat o'rmon xo'jaligini emas, hammamiz tashvishga solish kerakda. Shunday. Sababiki bugungi kunda bitta viloyatimiz hududida bitta giyohni ko'kartirishning o'zi bo'lmayapti. Va qolaversa o'rmon xo'jaligi ko'chatchilar bular yetishtirayotgan ko'chatlar bizning tuproq bonitetimizga mos holatda o'sha katalpa, terak, qayrag'och va hokazo deyaptiki, bu yerda yana bitta bularga e'tirozim shundan iboratki, bizni viloyatimizga jami kuz-qish mavsumida 15 million tubdan ortiq daraxt va buta ko'chatlar ekiladi. Lekin bizda mavjud o'rmonzorlarimizdan unumli foydalana olmayotganimiz, mana bular bir yilda maksimal darajada ko'chat yetishtirsa 4-4,5 millionga yetkazishni rejalashtirganmiz deyapti. Demakki, bu qolgan 10 million ko'chat bizga yo xususiy ko'chatchilardan yoki bo'lmasa boshqa viloyatdan. Demakki, boshqa viloyatdan olib keladigan bo'lsak, uni tuproq boniteti bilan bizning bonitet ballarimiz to'g'ri kelmaydi va u ko'chatlar ertaga ko'karishiga ham, amal olishiga ham hech qanaqangi nima yo'q. Shunday. Kafolat yo'q. Shu sababdan men xohlardimki, bu yerda Sirdaryoda davlat o'rmon xo'jaligi mavjud ekan, bizning tuprog'imizga, iqlimimizga mos bo'lgan ko'chatlarni agar 15 million tub ekiladigan bo'lsa, o'rmon xo'jaligimizda 2393 gektardan ortiq yerlari mavjud. Va o'ylaymanki 15 million tub emas, 20 million tub ko'chat yetishtirishga imkoniyat bor. Menimcha shu 2 barobar ko'chatni yetishtirib qo'yish kerakki, bu yashil makon loyihasi doirasida bahor va kuz mavsumida ekiladigan ko'chatlarni 100% o'zimizdan ta'minlanadigan bo'lsa, o'ylaymanki, Oxunjon aka aytmoqchi, o'rmonzorlarimiz nafaqat qayta tiklanadi va ularning maydoni kengayadi va viloyatimizda yashil hududlarni ko'payishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Qizig'i, viloyat ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi xodimlari tomonidan ekilgan daraxtlar hisobi yuritiladi. Yashil makon loyihasi doirasida yiliga 15 million tubdan ortiq daraxt ko'chatlari ekilsa, 75 million tubdan ortiq bo'ladi. Ularning qanchasi ko'karadi ekan, bu haqida ma'lumot yo'q deyilgan. Adashmasam, bu borada ham elektron platforma yuritiladi ekologiya boshqarmasi tomonidan. O'ylaymizki, bu qilinadigan sa'y-harakatlar natijasida Sirdaryo viloyatida yangi bog'lar barpo etiladi, kelgusida yashil makonlar paydo bo'ladi. Navbatdagi maqola bilan ko'rsatuvimizni davom ettirsak, tibbiyotga ishonch dorixonalardan boshlanadi maqolasi aynan gazetamizning navbatdagi sonidan o'rin olgan. Marhamat Bahrom aka, ushbu maqolada aynan qanday ishlar ilgari surilmoqda? Endi tibbiyotga ishonch dorixonalardan boshlanadi sarlavhali maqolada Marjona Hayitboyevaning viloyatimiz hududida dorixonalarning o'rganilishi va unda hududlar kesimida bularning taqsimlanishi va qanchasi xususiy dorixonalar. Bugungi kunda viloyatimiz hududida 344 ta dorixonalar mavjud bo'lib, ularning 53 tasi davlat dori-dormon aksionerlik jamiyatiga qarashli filiallar hisoblanadi. Shunday. Qolgan 291 tasi xususiy dorixonalar ekan. Va yana bitta tomoni shundan iboratki, bugungi kunda o'sha ayrim xususiy dorixonalarda vrach shifokorlarimizning retseptlarisiz ham dori-dormon berish holatlari uchrayotganligi bu achinarli holat deb aytishimiz mumkin. Va o'z navbatida Guliston shahrida 103.400 nafar aholiga 132 ta dorixona to'g'ri kelyapti. Lekin boya aytganimda Sardobod tumanida 71.800 nafar aholi uchun 10 tagina dorixona
mavjud. Yoki aytadigan bo'lsak, bu dorixonalarning hududlar kesimida, chekka tumanlarimizda, shaharlarimizda bevosita aholidan 10-15 kilometr masofada bitta dorixonalarning mavjudligi ham fuqarolarimizga ancha-muncha murakkabliklarni tug'dirayotganligi ushbu maqolada aks etgan. Bugun biz ko'rsatuvimizga o'sha viloyat dori-darmon aksionerlik jamiyatiga qarashli mas'ullarni ham taklif etgandik. Afsuski ular yetib kelisha olmadi yoki kelishmadi. Kechikib kelishdi, to'g'rirog'i. Kechikib kelishdi. Demakki, bugungi kunda boyagi dorixonalarimizni aksariyat ko'p qismi Guliston, Yangiyer shaharlarimizga to'g'ri keladi. Lekin fuqarolarimiz faqatgina Guliston, Yangiyer shaharlarida emas. Demakki, bu ijtimoiy dorixonalarni yoki bo'lmasam davlat dorixonalarini viloyatimizning chekka tuman shaharlariga taqsimlanishi ham to'g'ri amalga oshirilmaganligidan hududlar kesimida to'g'ri taqsimlanishi kerak. To'g'ri taqsim. Masalan, 53 ta dorixona bo'ladigan bo'lsa, shuni 11 ta tuman shaharlarimizga mos ravishda va mos masofa nuqtai nazaridan to'g'ri taqsimlanishiga alohida e'tibor qaratsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi deb o'ylayman. Rahmat. Albatta, Yangi Sirdaryo gazetasining 41-sonida ana shunday bir-biridan qiziqarli maqolalar o'rin olgan. Ularning har biriga kirishning imkoniyati yo'q, chunki bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Studiyamizga tashrifingiz, bildirilgan fikr-mulohazalar va ma'lumotlar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz teletomoshabinlar, bizning ko'rsatuvimizni keyingi sonlarda bundan ham qiziqarli maqolalar haqida yana so'z yuritib boramiz. Barchangizni Yangi Sirdaryo gazetasini mutolaa qilishga hamda ko'rsatuvlarni kuzatib borishga chaqirib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.